agar sizni hayotingizda o'sha erkak kishi ham mas'ulsiz bo'layotgan bo'lsa, qaror chiqarishi qiyin bo'ladigan bo'lsa, bir o'ylab ko'ringchi, balkim siz unga shunaqa kuchli ekanligini yoki irodasini ko'rsatishga yoki fikrini aytishga ruxsat bermayotgandirmisiz. Ko'proq ularni fikrini so'rashga harakat qiling. Keling, siz o'zingiz hal qiling. Mana bu yerda sizni yordamingiz kerak edi. Mana sizni fikringizsiz mana bu hal bo'lmaydi degan so'zlarni ko'proq ishlatishni boshlang. Ishoning, ishonch bildirishni boshlang, chunki ko'pincha muammo aynan shundada, ishonchsizlik. Ya'niki, baribir eplamaydi, baribir qila olmaydi degani. Yo'q, hurmatli ayollar, qila oladi. Qachonki siz salgina o'zingizni chetga surib, marhamat, unga birinchi o'rin mana yo'lakchani bo'shatib bersangiz, erkak kishiga bu kerak. Chunki erkak kishining ham biologik funksiyasi bu ovchi jangchi. Bu o'zini ko'rsatish, ichidagi menini o'stirish aslida erkak kishida juda oson. Biz o'zimiz ham ba'zi paytda erkaklarimizga bir narsani isbotlaymiz deb o'ta mas'uliyatni o'z bo'ynimizga olib harakatimizda erkak kishini qadrsizlantirib yubormaymizmi?